Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Barchaga xayrli tong. Soat 5:20 saharga Salqinda Namanganga Xudo xohlasa bir para karlik baranimiz chiqaryapmiz. Albatta obunachimizga barakasini bersin. 3 oyga yaqin samez baran quyonimiz, 2 oyga yaqin karlik baran samkamizni chiqaryapmiz. Bana keling. Shular muzlarni nima qilganmiz? Vaklashiga muzlarni qo'yib chiqaryapmiz. O'zi salqini yana ham mashinada qaysi payt yetib boradi. Shuning uchun bilmaymiz. Teglari toza. Xudo xohlasa. Bunimiz samez. Yaxshi, Xudo xohlasa mana Namanganlik obunachilarimizdan Qudratullo ukamizni ketyapti. Alloh barakasini bersin. Salqin kunlarda chiqarib yoramiz. Albatta layklarni bosib, kommentariylar yozib qo'yasizlar. Qo'ldan kelgancha pardeshga qilib obuna bo'lib qo'yasizlar. Hozir buni ustini skochlaymiz. Hozir albatta sko'chlab qo'yamiz buni. Hech bo'lmasa bir ikkita joydan skoch tortib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Bir palka hozir bitta nima ham chiqarib olyapmiz bu ukamizga. Nima deydi? Bir dona paylka ham chiqarib olyapmiz. Paylkalarimiz ham bor. Kimga kerak bo'lsa, hozir ukamizga bir dona ketyapti bunda. İçinde simlari bilan. Qudratullo baraka toping, yaxshi kunlarga boqing. Albatta layklarni bosib qo'yamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Hammaga rahmat, hamisha sog' bo'linglar.